Mana hozir men so'z navbatini O'zbek Navo konsert gastrol dastasining Xorazm viloyati bo'yicha boshqarmasining mana boshlig'i, hammamiz uchun aziz bo'lgan Hoji onamiz, O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti, xorijda o'z kuyini o'zbek qizi nomidan qo'shig'ini kuylagan bizni oltin fonotekamizga onam derman, O'zbekiston gullari qo'shig'i bilan kirib kelgan hech bironta san'atkor o'rtoqlar Olmaxon Hayitova bo'lolmaydi. So'z ulug' san'atkorimiz, qo'shiqchiligimizning toji gul toji bo'lgan Olmaxon Hayitovaga marhamat. Bu yerga kelib tabriklaysiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yori birodarlar, hamshaharlar, hamyurtlar. Mana bugun qanday bir shunday bir baxtli kun, mana eng yaxshi ko'rgan, eng hurmat qilgan mana shu shogirdim. Bu Murat'am meni shogirdim bo'ladi. Aytaveradilar bu Karim bu Murat'ning shogirdi boshqada. Bu bo'lmagan gaplar ular. Asli shogird bizniki. Baba Murat'am o'zim Toshkentga borganda o'zim o'rgatganman. Artık Atajonov meni shogirdim. Almaxonning pandamiti bilan Artık Atajonov bo'lgan. Qani shu bo'yindan almasin, qani yo'q desin, qani aytib bilaman. Rahmat, rahmat. Aziz do'stlar, bir chaponni oldin to'ldirgan har doim ustoz hisoblanadi. Ayol bo'lishidan qat'iy nazar, erkak bo'lishidan qat'iy nazar. Endi seni bir ozgina kuldirdim ham, lekin baribir gapim to'g'ri. To'g'rimi Kerimboy? Birinchi Xorazm ansamblini Xorazmda mana tuzganda Kerimboyni ishga olganman. O'ktamboyni olganman. Hozir shularni hammasi meni qo'limda ishlab turibdi O'zbek Navoda. Bu palakning gardishining aylanib kelishini qaranglar. Shuning uchun men bir yaxshi niyat qilmoqchiman. Hozir o'zim avvalambay Kerimboy sendan kechirim so'rayman. Hozir konsertdan yotirman. Hali ham men stadionni bosishni to'xtatmadim og'a. Stadionni bosib yotirman. Hozirgi yoshlar olib bu yerda o'tiribdi. Konsert navligini tushunmaydi bechoralar. Faqat to'y, Xudoyim to'ylardan bosh chiqmasin Xudoyim, konsertni ham eslash kerak. Xalqqa konsert qo'yib ikkita ashula aytib xalqqa donilishni o'zi bo'lmaydi. To'yda men ham aytib ketaveraman. Raqam ichaveraman, ovqatam yeyveraman, lekin sahnaga chiqib ashula aytishdan qiyini yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun men shu fursatdan foydalanib o'tirgan bütün Xorazmlik yoshlarni avvalambay konsert bilan donilsin. Qolaversa xalqimizning to'ylarida xizmat qilaversinlar. Kerimboy juda bir yaxshi yigitsan og'a. Shunday baxtli yigitsan, shunday baxtli odamlar bahor oylarida tug'iladi. Men ham bahor oyida tug'ilganman, mana Kerimboy ham shunday bir nima deydi, qizlarni ochilib, sochilib riyo vaqtlari tug'ilganda. Bahar bayrami har doim hammamizda shunday bir baxt, saodat, davlat, toj va taq getiradigan. Mana shu yerda Kerimboy, seni ustozing mana Baba Murat o'tiribdi. Baba Muratdan aziz do'stlar, men juda hurmat qilaman. Yaxshi yigit, shunday bir kuyni ochib, qasyani tarsang bechora ketaveradi. Yurib yana desang ketaveradi. Kuyni ochiqdan, kuyni ochiq. Doim shu Baba Muratga o'xshab artistlarimiz hammasi kuyni ochiq bo'lsa, menimcha yomon bo'lmaydi. Kerimboy, sana men mana shu yubileyga kelib o'tiribmiz. Xudodan nimani tilagan bo'lsang, Xudodan nimani orzu qilgan bo'lsang, Xudoyim Xudo taolo seni yetkazsin. Sen ajoyib san'atkormizsan. Birinchidan chiroyli yigitsan. Shunday o'zingga mos, o'zingga xos ashulalaring bor, muzikalaring bor. Yana bir gap aytmoqchiman. Mana juda Turkmanistondan mehmonlar kelibdi. Men bularni ko'rib juda xursand bo'ldim. Ancha vaqtda ko'rganim yo'q edi. Xudoyim shu Turkmaniston bilan do'stliklarimiz bundan ham mustahkam bo'lsin. Bundan ham yaxshi bo'lsin. Hammangizni shu Kerimboyni hurmat qilib kelibsizlar.
Şu Kerimboy bilen birgelikte hemmemizin kanadalarınızda şu katnaşkan bütün adamların kanadağında toylarında hizmet kılış bizlere Allah Teala nasip kılgay. Ben artık Atacan babam Taşkent'ten şundan hürmet kılıp Kerimboy'una gelipti. Mene artık Atacan'ın 50 yıllık yübleğini çırayla kılıp ötürdük. 60 yıllıkta yine şu ya Taşkent'te ya Xorazm'da şu yübleylerini ötürüş hemmemize nasip kılsın artık vay. Şu Xorazm'ın senetini küter işte. Ben bütün şagirtlerimize mene Azametcan oturuptu bir yerde. Mene nima deydi Atamurad oturuptu. Bütün şagirtlerimiz hemleşiyordu. Mene 12. 13. 14. 15. Mart'ta Türkistan Sarayı'nda bütün Xorazm'da adı çıkan sanatkarlarını hemmesini mene kensetke ketip barayatırmız. Xudo xolasa juda chiroyli qilib o'tkazib kelamiz deya umiddamiz. Mana 7-8'inde Bobomurodniki, Kerimboyning konsertlari Drujba Narodovda bor. Shu qanchalik bizani xalq hurmat qilib, qanchalik shu e'zozlasa, menimcha shu Xorazm o'zi butun dunyoga tanildi san'ati. Yana tanitishda ko'p harakat qilamiz. Mana yaqinda Shuhratjonni ishga oldik. Juda yaxshi konsertlarni qo'yib beribdilar. Shuning uchun meni niyetim şu bana o'xshab Xudoyim bütün dunyoga tanilsinlar. Bana o'xshab hozirni 60ga qarab boryapman. Konsertdan keldim. Bana o'xshab konsertlarda yursinlar. Kerimboy xalqimizga xizmat qilsinlar. Shuning uchun Kerimboy men sana yana aytaman, uzoq umrlarni tilayman. Bundan keyingi ijodlaringga muvaffaqiyat tilayman. Bundan keyingi hayotingga barkamollik tilayman. Şu bala çağın bilen, xotinin bilen koşa qarib 50 yillik yübleyinden Almaxon apanga sizlarni shuni tabriklab turish nasib qilgay. Hammangizni qanodaningizda yaxshi kunlar bo'lgay. Hammangizni qilib o'tirgan niyatlaringizni Alloh taolo daryoyinda qabul qilgay. Hozirun nozir bo'lib, Xudoyim to'ylardan boshing'iz chiqmayin. Hammangizga uzoq umr tilayman. Mana tabriklayman Kerimboy. Qani aka qani bir aynen öyle. Rahmet. Tamam. Şimdi şu bize şu şagirtlerimiz hizmet kılsın. Bir azgına dem alıp şu eşullah işte oturalı Kerimboy. Hazır şu eşullahını Azametcan'a versem ben. Hemen de açıp. Şimdi bir dem alıp. Rahmet. Opa juda iltimos şu yaptı. Mayli Azamat Bek mana terlanib turibdilar. Olmaxon opamizdan bir jup chiroyli qo'shiq eshitamiz. Keyin mana yana kuyimiz davom qiladi. Bizler yettik Xudo bilir kimler yeter Bu kunlarga bizler yettik Xudo bilir kimler
ağız açtın maksat üçün. Sözlerini bağlı